Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilari. Bugun sizlar bilan Tiggo 2 Pro modeli haqida tanishib chiqamiz. Hurmatli YouTube obunachilari, bu mashina bilan sizni tanishtirib chiqadigan bo'lsam, bu mashinaning motori birlik turbina motor bo'ladi. Shaharning ichiga rasxodi 100 km ga 6 litr, trassaga 100 km ga 5 litr benzin rasxod qiladi. Bu mashinani old tomondan qaraydigan bo'lsangiz, abelsovkalari o'zgacha dizaynda, oxirgi dizaynlarda ishlab chiqilgan. Faralar polni led bo'ladi mashinamizni. Bu mashinamizning kuzovi chirmas 30%, asinkovoy 70% qora metalldan mashina yasalgan. Bu mashinamizning balon razmerlari 16 bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, diskalari quyma diska bo'ladi, juda ham mustahkam hisoblanadi. Tormozning sistemasi juda ham mahkam qisadi, ABS sistemasi bor mashinada. Keling sizlar bilan salon qismini tanishtirib o'taman. Bu mashinamizning eshikning abshipkalari, oldi, sedinalari, rul hammasi ikki ko'chadan tikilgan. Bu mashinada ikkita oldi sedinasida abagriff bor. Juda ham katta bo'lgan dyumli monitori ham bo'ladi. Bu mashinamizni orqa salon holatiga keladigan bo'lsak, orqa salon holati juda ham keng hisoblanadi. Orqa salonlari polni ikki ko'chadan tikilgan, ya'ni chexol qilib o'tirmaysiz aziz mijozlar. Mashinaning salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi polni ikki ko'chadan tikilgan, old orqa sedinalar polni ikki ko'chadan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, rullari ham ixchamgina elektronli bo'ladi. Bu mashinamiz mana endi hademay bahor kelyapti. Bahor kunlarida yaxtakkina konditsioner qo'shib bemalol haydasangiz bo'ladi. Mashina juda ham mягкий hisoblanadi. Avtosalonimizga kelsangiz, test drayvlarimiz bor. Test drayvlarimiz sizlar uchun bepul bo'ladi. Bu mashinaning ikkita oldi sedinasi abagriff bo'ladi. Hattoki ruli ham abagriff bo'ladi bu mashina. Ko'rib turganingizdek, tepada lyuklari bor mashinani. Mashinamizni xarid qilish 3 ta yo'lda bo'ladi: avtokredit, naqd va rassrochka. Sizlar avtokreditga bu mashinamizni skidkalarimiz bo'ladi. Rassrochkaga boshlang'ich 30% bilan 1 yildan 3 yilgacha rassrochkaga qilib beramiz, boshlang'ich to'lovlariga qarab. Oylik to'lovlari esa boshlang'ich to'lovlariga qancha ko'proq bersangiz, oylik to'lovlari shuncha kam chiqadi bu mashinada. Nalitida hamma mashinalarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Mashinamiz start-stopda zavod bo'ladi. Mashinada rushnoylari polni elektronli bo'ladi. Avtohol funksiyalari bor. Avtohol funksiyasi svetoforga kelib, shu avtohol funksiyasini yoqib to'xtaganingizda tormozni bosmasangiz ham o'zi mashina xalostoy bo'lib turadi, lekin deda turadi. Yana haydab ketsangiz bemalol bo'ladi bu mashina. Tepalikdan pastga tushayotganingizda sizga yordam beradigan funksiyalari bor. Bu mashinada ko'rib turganingizda juda ham katta bo'lgan head-up displeyli monitorlari bor. Mana mashinani polni mashina elektronli bo'ladi, juda ham ixcham va juda ham oilabob mashina hisoblanadi. Bemalol kelib mashinalarimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir sizlar bilan Tiggo 2 Pro modeli haqida gaplashdik. Endi avtosalonga borib boshqa modellarni ham ko'ramiz. Sizlarga qaysi mashina ma'qul kelyapti, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib keting. Do'stlar, biz avtosalonimizga yetib keldik. Sizlar bilan Tiggo 2 Pro modeli haqida tanishgan edik. Endi bo'lsa boshqa modellar bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdik, yuring. Avtosalonimizda ko'rib turganingizdek, Arizo 6 Pro modelining oq rangidan bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Tiggo 2 Pro ning qora varianti hisoblanadi, qora rangidan hisoblanadi. Bizlarda yana Tiggo 7 Premium Restyling 2026-yil yangilangan pozitsiyasi hisoblanadi. Bizlarda hamma mashinalar nalitida bor. Sizlarga agar gibridga qiziqadigan bo'lsalaringiz, Arizo 8 gibrid avtomobili ham tokda ham benzinda harakatlanadi. Tiggo 8 Pro modeli 7 kishilik hisoblanadi. Buni 3 ta pozitsiyasi bor bizda. Tiggo 7 Pro Premium bemalol kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Tiggo 8 Pro gibrid avtomobili. Agarda sizga ko'proq tez yuradigan mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga Arizo 8 gibrid avtomobilini taqdim etaman. Ko'rib turganlaringiz Arizo 8 gibrid avtomobili bo'lib, bu mashinaning motori 1.5 turbina 340 ot kuchi bor. Old tomonda dizayndan qaraydigan bo'lsangiz, oxirgi rusumda dizaynlarda mashina ishlab chiqarilgan. Kuzov chirmas 30% asinkovoy, 70% esa qora metalldan mashina ishlab chiqarilgan.
Balon razmerlari 18 bo'ladi. 360 graduslik kamera, panorama lyuk, eshikni ochish, beskulchop do'stlar, polni elektronli bo'ladi. Salon holatiga keladigan bo'lsak, salon holati polni, torpeda, old orqa sidina, rul, eshikning obshipkalari hammasi ikki kojadan tikilgan. Bu mashinaning ikkita oldi sidinasi, orqa sidinasi, rul abogrifni bo'ladi. Ikkita oldi sidinasi esa abdufem bor bu mashinada. Bu mashina ham tokda ham benzinda bemalol harakatlarni oladi. Mana ko'rib turganingizdek, orqa salon holatlari juda ham keng hisoblanadi bu mashinani. Bu mashinamiz tokda 125 km, benzin bilan tokda umumiy jami 1200 km masofani bosib o'tadi. Orqa tomondan qaraydigan bo'lsangiz, mashina faralar polni led bo'ladi. Oxirgi dizaynda ishlab chiqarilgan mashina hisoblanadi. Juda ham chaqqon mashina hisoblanadi. Bu mashinamizning balon razmerlari 18 bo'ladi. Bu mashinamizga agar meni nomimdan keladigan bo'lsangiz, sizga chiroyli bonuslarini qilib beraman. Sizlarga bu mashina yoqqan bo'lsa, izohlaringizni o'z kommentlarda yozib keting. Sizlarni Cherry Ademaster yangi zapchast bozoridagi Cherry avtosalonida kutib qolamiz.